Mana korobkada muammo. Xo'sh, bu korobkada nima desak bo'ladi? Yaxshilab ko'rsatay sizlarga. Mana bu kranshten bolti lezbasi ketgan. Bu degan ketgan. Mana bu yoqda ikkitasi yo'q bo'lgandan keyin bu sindirib olgan tepaga bilan. Mana lezbani ko'rasizlarmi chiqib kelishini? Alyumin sug'uryaptilar. O'shanga bu alyumin narsa-da, buni qotirayotganda o'zini normasi bor. Normadan o'tkazsanglar, mana shunaqa sug'urib oladi. Normani bilish kerak. Ayrim shogirdlarga tegishli gap. Hammaga emas, ayrim. Shunga mana hozir mana shu narsada hozir endi polni korobka yechilib, svarkaga olib borib, bir svarkachini maslahatini olamiz, bo'lmasa koja almashtirib olamiz, ko'ramiz. Bu narsa egasi ham bilmaganda, qo'zg'alganini daraq qilgan, qo'zg'alganini sharaq qilgan yuravergan. Oxiri skorost tushmay qolgandan keyin to'xtatgan. Bunaqa bo'lish kerak emas. Vaqtida to'xtatish kerak. Sog' bo'linglar.